Navbatdagi Namanganga qilib bergan ishlarimiz bitta akalar. Ko'rib bitta baho berasizlar, xudo xolasa. 220 ga 220 bo'ldi shkaflarimiz. Divarlarimiz tayyor bo'lgan. Xudo xolasa birma-bir ichlarini ochib ko'rsatamiz akalar. Xo'sh, shkaflarimizni ichlarini ochganimizda svetlar yonadi akalar. Mana shu holatda juda ham chiroyli bo'lib, tagida tortmalari bor, vakuumli mexanizm qo'yganmiz akalar. Cho'tki ishlayapti. Svetlari ham отдельно juda ham go'zal akalar. Yopganimizda svetlari o'chadi. Xo'sh, o'rtadagi polkalar akalar. Bu ham juda ham neobishniy chiqdi. Xudo xolasa egalariga aytgan dizaynda qilib berdik. Mana shunaqa bo'lsin deydi, akkuratni qilib, mana chiroyli qilib berdik akalar. Xo'sh, bu tomoni o'sha ayollarga moslangan vishinkasi uzunroq. Buni ham tagida ikkita tortmasi bor. Buni ham ochib yopilishlari akalar. Sohana o'zida yengil obzor qilib ketaveramiz. Yo'qsa bitta like, bitta bosib ketaverasizlar, xudo xolasa. Laklari ham krashniy bo'lgan, fasad qismlari juda ham chiroyli chiqdi. Bu tomonda divanlari 2.85 lik matras tushadigan bo'ldi. Bokovoy qismlari mягкий bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Burchaklari ham akkuratniy, juda ham chiroyli chiqdi. Baquvvatliklari ham juda ham zo'r. Xo'sh, bu tomonda tumbuchkalari, ochilib yopilishlari, bularni ham birma-bir obzorni qilib ketaveramiz. Qalay, cho'tki chiqdi, xudo xolasa. Kimgadir mashina xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor, aloqa chiqarilsa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz akalar. Hop, bu mebelimiz akalar necha pulga arziydi? Mana shu shkafi, divanlari, tumbuchka, ikkita tumbuchkasi akalar. Necha pul? Kommentariyada kim topsa agar 100 ming so'm sovg'asi bor.